joylashishingiz mumkin. Sizga depozitsiz uy kerak. Seulga, Namyangjuga, Yangjuga yaqin bo'lgan joyda Ijongbuda hech qanaqa depozitlarsiz yashashingiz mumkin bo'lgan uyni topib qo'ydik. Uy juda ham qulay, hamma sharoitlari bor. Uyning ko'rinishi mana shunaqa holatda, deyarli barcha uylar bir xil holatda qilingan. Shkafi, 2 etajli kravati hamda hojatxona va dushlaridan iborat. Bu yerda jakuzzisi bor, xohlaganingizda jakuzzi qilishingiz mumkin. Bu yerda umumiy kir yuvish xonasi, suv va quritgichda hammasi bor va mana bunaqa tom qismida Ijongbu shahar markazidan uzoq bo'lmagan joyda yonida o'zbek oshxona bor va kebabxona ham bor. Xohlaganingizda ovqatlanishingiz yoki bozorga chiqib boshqa ishingizni bitirishingiz mumkin. Bu yer Ijongbu bekati va bu yerdan to'g'ri yurib kirib borishingiz mumkin. Mana bu yer o'sha Hello Stay hoteli va bu yerda do'konlar, oshxonalar, hamma narsa bor. Bu yerdan 2 daqiqalik yo'lda o'zbek oshxonasi ham bor. Kelib bu yerdan kirib o'zingiz uchun qulay joyga joylashishingiz mumkin.